Brat, menga qarang, $1000 kerak. katyolimni platasi ketib qoldi. Nima bo'pti? Gaz turbadan tok kelib Hop. qolgan. O'shanga plata kuyib qolgan. Servis chaqiring, muammomi shu? Chaqirdim, mana bu katyolni yarim narxi deyapti platani. Shunaqa bo'ladi. Qachon qo'ydingiz katyolni? 6-7 yil bo'ldi. Ancha ko'p ketibdi-yu. Xuddi shu muammo bilan juda ko'p klientlarimiz kelishadi. Bu muammoning yechimi atigi 30 ming so'm bo'ladi. Bu narsamizning nomi dielektrический mufta deyiladi. Bu muftamizda gaz turbasi orqali keladigan har xil daydi toklardan katyolingizni himoya qilib turadi. Daydi toklar qatdan paydo bo'ladi desangiz, agar ko'chada shamol bo'lsa, kabellarimizni gaz turbasiga tegib qolsa, yokida gaz turbalarining yonidan elektrический provoddan shunday o'tkazib qo'ysak, o'tda nosozlik bo'lsa, yoki keyin mashinadagi elektrический gaz plitalari nosozligidan kelib chiqishi mumkin. Bu muftamizni katyolni oldin o'rnatib qo'ysangiz, muammo hal. Qanaqa o'rnatamiz desangiz, hozir sizga ko'rsatib beraman. Odatda gaz shlankamizni shunday krangullangan bo'ladi. Kranni yechib turamiz. O'rtaga dielektrический muftani shunday o'rnatamiz. Bo'ldi, bu narsamiz tayyor bo'ldi. Xuddi shu ko'rinishda dielektrический muftani o'rnatib qo'ysak, muammo hal. Xo'sh, siz uyingizda santexnika qismida qanaqa kutilmagan muammolarga duch kelgansiz? Izohda yozib qoldiring.